Majburiy matematika imtihoniga tayyorlanayotgan abituriyentlar uchun eng kerakli mavzulardan ko'rishni boshlaymiz. Xo'p, birinchi mavzumiz bu hisoblashga oid masalalar, ya'ni qo'shish, ko'paytirish, shular bo'yicha qonun-qoidalar qanaqa. Xo'p, Agar siz matematika fanidan milliy sertifikat yoki DTM ga puxta tayyorgarlik ko'rishni istasangiz, bizning 50 daqiqalik pullik kursimizga hoziroq yoziling. boshlaymiz. Birinchi bo'lib nimani bilishimiz kerak? Matematikani boshida raqam degan tushunchani bilishimiz kerak bo'ladi eng dastlab. Xo'p, raqamlar bu 10 ta. Ya'ni raqamlar 10 ta bular 0 dan boshlanadi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya'ni 0 dan 9 gacha. Eng kichik raqam 0, eng kattasi bo'lsa 9. Xo'p, raqam nima degan savolga javob beradigan bo'lsak, raqam bu son yasashda ishlatiladigan element. Ya'ni xohlagan birorta yoki ikkita, uchta raqam olib, o'zaro tutashtirib qo'yadigan bo'lsak, yangi bir son hosil bo'ladi. Aytaylik, mana 15 sonni oladigan bo'lsak, bu 1 va 5 sonidan tashkil topgan. Undan keyingi tushunchamiz bu arifmetik amallar. Arifmetik amallar hamma biladi. Xo'p, eslatib o'taman, arifmetik amallar bular 4 ta. 4 ta. Xo'p, bular qaysilar deyilsa, qo'shish amali, ayirib amali, ko'paytiruv amali va eng oxirida bo'lish amali. Endi shu arifmetik amallar ustida hisoblash qonun-qoidalarini ko'rib chiqamiz. Va misollar o'tadigan bo'lsak, mavzuga oid masalalar. Xo'p, birinchi masalaga e'tibor berasizlar. 3 ko'paytiruv 2 plus 7 kara 13. Xo'p, bu mavzulari yaxshiroq tushunish uchun karra jadvalini o'ta yaxshi bilishimiz kerak. Endi matematikani boshidan boshlaganimiz uchun 0 dan tushuntirish berib o'tib ketyapman. Misolga qaytadigan bo'lsak, bu misol ishlashimiz uchun birinchi bo'lib ko'paytirish amali bajariladi. Ya'ni bizlarda ko'paytirish va qo'shish amali birgalikda kelganda birinchi ko'paytirib amal bajarilgandan keyin qo'shish amaliga o'tiladi. Xo'p, 3 kara 2 ni hisoblaydigan bo'lsak 6, 13 kara 7 ni hisoblaydigan bo'lsak bu 91. Natijani qo'shadigan bo'lsak 97 ga teng bo'ladi. Ikkinchi savol o'tadigan bo'lsak, birinchi bo'lib mana bu ko'paytiruv amallarini bajarib chiqamiz, keyin qo'shuv ayirib amalini bajaramiz. 8 kara 3 hisoblaydigan bo'lsak bu 24. Ikkinchisini hisoblaydigan bo'lsak 7 kara 6 bu 42 minus 5 kara 9 bo'lsa 45 ga teng. 24 da 42 ni qo'shamiz. 66, 66 dan 45 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak, natija 21 ga teng bo'lib qoladi. Uchinchi savol o'tadigan bo'lsak, bo'luv va ko'paytiruv amali va yig'inda amali kelgan, ya'ni qo'shish amali plus desak bo'ladi. Bunaqa holatda qaysi biri birinchi kelgan bo'lsa, o'shanisi birinchi bajariladi. Chunki e'tibor bersangizlar, mana yuqoridan tushuntirish berib o'taman. Bizlari yozuv alifbomiz bu lotin alifbosi. Lotin alifbosida mana deylik matematika so'zini yozadigan bo'lsak, matematika harakat chapdan o'ngga qarab boshlanadi. Bu degani, ya'ni mana bu liniya bo'yicha ketamiz degani. Strelka qo'ygan liniya bo'yicha ketamiz. Bu degani 3-savolda to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni mana shu liniya bo'yicha yurganda qaysi amal birinchi kelsa, o'shanisi birinchi bajariladi. Ya'ni mana bo'lish va ko'paytirish amallari o'rtasida faqat. Hozir e'tibor beradigan bo'lsak, bo'lish amali birinchi kelgan, shuni bajaradigan bo'lsak, bu 9, ikkinchisi, ya'ni ko'paytirish amaliga o'tadigan bo'lsak, 28. 9 ga 28 qo'shadigan bo'lsak, javob 37. Xo'p, 4-savol o'tamiz. 4-savolda hisoblang deyilgan. Xo'p, 4-savolda birinchi bo'lib 7 ni 28 ga 7 ni 4 ga ko'paytirsak, bu 28, keyin uni 25 ga ko'paytirib hisoblasak ham bo'ladi. Undan ham osonroq yo'li qanaqa? Ya'ni qulay usulda hisoblashni o'rganib olishimiz kerak. Qanday qilib? Ko'paytiruv amalida taqsimot qonuni degan tushuncha bor bizlarda. Aytaylik, mana 4 ko'paytirilgan, 7 ko'paytirilgan, 25 ifoda berilgan bo'lsa, buni alishtirish mumkin 4 ko'paytirilgan 25 ko'paytirilgan 7 bilan. Ya'ni ko'paytmani o'rni almashsa ham ko'paytmani qiymati o'zgarmaydi. Ya'ni mana bu ikkalasini birinchi ko'paytiradigan bo'lsak 100, 100 ga 7 ni ko'paytiradigan bo'lsak javob 700. Birdaniga og'zaki 700 ni yozib qo'yamiz mana bu ifodani qiymatini. Ikkinchisiga o'tadigan bo'lsak, xuddi shunaqa 5 bilan 20 ni ko'paytirib olganimiz qulayroq.
Sababi 100 ni hosil qiladi. Matematikada nollik sonlari hisoblash oson. Shuning uchun iloji boricha masalani ishlayotganda 0 bilan tugaydigan qismni olib kelishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Misolga aytadigan bo'lsak, bu ikkalasini ko'paytmasi 100 ga teng bo'ldi. 100 ni 6 ga ko'paytiradigan bo'lsak, umumiy javob, ya'ni mana bu ifodaning qiymati bu 600 ga teng bo'lib qoladi. 700 dan 600 ayirib tashlaydigan bo'lsak, javob 100 ga teng bo'lib qolar ekan. E'tibor berasizlar amallar ketma-ketligiga. Birinchi ko'paytiruv amalini bajarib, eng oxirida ayiruv amalini bajardik. 5-savol ko'pchilik abituriyent xato qiladigan savol. Ya'ni mana ona tili yoki tarix sohasida o'qiydigan abituriyentlar matematika bilan unchalik shug'ullanmaydi. Asosiy fokus faqat birinchi va ikkinchi blokdagi fanlarga qaratilgan bo'ladi. Mana shunda ko'pincha xato qilinadi. Xato qilish nuqtasi qayoqda? Birinchi ko'paytirish amalini bajarishadi. Ya'ni mana bu 20, keyin 20 ni 20 ga bo'lib 1 yozishadi. Bu narsa xato. Sababi videoni boshroqda tushuntirib ketdim. Yuqorida bizari alifbomiz bu lotin harfosi. Lotin alifbosidan foydalanamiz. Bunda harakat chapdan o'ngga qarab hisoblanadi. Hozir masalaga qaytadigan bo'lsak, masalaga buni nima aloqasi bor deyilsa, mana bunga qaraydigan bo'lsangizlar, mana shu liniya bo'yicha yuradigan bo'lsak, ya'ni mana birinchi 20 dan boshladik, bo'lish amaliga kelamiz. Bo'lish amaliga kelganimiz sababli birinchi qaysi bir amal kelgan bo'lsa, chapdan boshlab o'ngga harakat qilganimizda, o'sha amal birinchi bajariladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, birinchi bo'lib 20 ni 5 ga bo'lamiz 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 4 kara 4 bu 16 ga teng bo'lib qoladi oxirgi yakuniy javob. Xo'p, keyingi masalaga e'tibor berasizlar. Endi keyingi masalada qavslar qoidasi. Ya'ni qavslar qoidasida yuqorida tushuntirish berib o'taman. Qavs amali birinchi bajariladi. Qaysi amal kelishidan qat'iy nazar, qavs amalining ichida turgan ifodani qiymati birinchi topib, keyin boshqasi bajariladi. Xo'p. 6-savolga o'tadigan bo'lsak, bunda qavs amalining ichida turgan ifoda mana bu. Ya'ni mana shu qismi birinchi bo'lib hisoblab olishimiz kerak. Xo'p, bunda qavs amalining ichiga e'tibor bersangiz, ko'paytiruv amalini birinchi bajaramiz. Ya'ni ko'paytiruv amali 4 kara 2 ni bajaradigan bo'lsak, bu 8. 12 dan 8 ayirib tashlaymiz, ya'ni umumiy qiymat 4 ga teng bo'lib qoldi. Ya'ni mana shu qism 4 ga teng. Xo'p, masalani o'zini bir yozib olamiz. 48 bo'lib mana bu ifodani o'rniga 4 ni qo'yib yuboramiz. 4 plus 24 bo'lib 6. Xo'p, ana endi birinchi bo'lib mana bu bo'lish amalini, keyin bu bo'lish amalini oxirida bo'lsa, ikkita chiqqan natijani qo'shib qo'ysak yetarli. 48 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, javob 12. 24 6 ga bo'ladigan bo'lsak, javob 4 ga teng. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, oxirgi natija 16 ga teng bo'lib qoladi. 7-savol o'tamiz. 7-savolda ham yuqorida aytib o'tganimdek, qavs ichini birinchi bajarishimiz kerak. Ya'ni mana bu birinchi qavs ichini bajaramiz. Ya'ni mana shu birinchi qavs ichini va undan keyin ikkinchi qavs ichini bajaramiz. Chiqqan natijalari bo'lib qo'yishimiz kerak. Xo'p, birinchi qavsga to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni mana bu qavs ichiga to'xtaladigan bo'lsak, 192 ni bo'lishimiz kerak 6 ga. Buni burchak usulida bo'lganimiz qulayroq. Shuni ham tushuntirish berib o'tib ketaman. Qanday bo'linadi burchak usuli? Ya'ni 192 ni mana bunday ko'rinishda 6 ga bo'lib olamiz. Xo'p, endi e'tibor bersangizda 6 bir xonali son, demak, chap tarafda turgan 192 dan ham bitta xonasini ajratamiz eng boshidan. Ya'ni mana bu 1 ajratadigan bo'lsak, 1 ichida 6 mavjud emas. Demak, yordam 19 qo'shishimiz kerak. Ya'ni 9 qo'ysak 19 hosil bo'ladi. 19 ichida 6 3 marta. 6 kara 3 18. Ya'ni mana bu yoqda chiqqan soni bo'luvchiga ko'paytiramiz. 6 kara 3 18. Ayirib tashlasak 1 qoldi. Endi 1 ichida 6 yo'q, yordama yuqorida qolib ketgan 2 ni tushiradigan bo'lsak, 12 ni ichida 6 2 marta. Ya'ni bu bo'linmani qiymati 32 chiqdi degani bo'ldi bu. Ya'ni mana buni o'rniga yozib qo'yamiz 32 ni. Barobar 32 ayru 12 bo'lingan. Ikkinchi qavs o'tadigan bo'lsak, ko'paytiruv amalini bajaramiz. 16 ayrilgan 2 kara 7 bu 14 ga teng bo'lib qoldi. Xo'p, ana endi
32 dan 12 ni ayiradigan bo'lsak, oddiygina 20, 16 dan 14 ayiradigan bo'lsak, javob 2 ga teng bo'lib qoladi. 20 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, yakuniy qiymat 10 ga teng bo'lib qolar ekan. 8-savol o'tamiz. 8-savolda ham hisoblash keltirilgan. Xo'p, birinchi bo'lib qavs ishini bajarishimiz kerak. Qavs ichiga o'tadigan bo'lsak, bo'lish amalini birinchi bajaramiz. Ya'ni mana bu amal. 169 ni bo'lishimiz kerak 13 ga. 16 ni ichida 13 bir marta, 13 ayirib tashlaymiz. 13 kara 1 13. Bu yoqda 3 qoldi. Yoniga 9 tushiramiz yordamga. 39 ichida 13 3 marta ayirib tashlasak 0 bo'lgan vaqtda misol tugatiladi. Ya'ni aynan mana shu bo'lishi gapiryapman. Oxirgi xulosa 169 ni 13 ga bo'lganda javob 13 ga teng bo'lar ekan. Demak, mana buni qiymati mana 13 ga teng bo'ldi. Barobar yozamiz. 120 bo'lib 12 ayrilgan 13 minus 12. Xo'p, e'tibor berasizlar. Qavs ishini soddalashtiradigan bo'lsak, yakuniy qiymat 1. 120 ni 12 ga bo'lsak, mana 12 ni 12 ga bo'lamiz 1 va 120 ni 0 ni yoniga qo'shib qo'ysak yetarli. Shu 10 chiqdi degani. Ayru qavsdan hosil bo'lgan 1 yozib qo'ysak, 10 dan 1 ayirsak bu 9. Yakuniy javob 9 ga teng bo'lar ekan. Keyingi savol. 9-savol. 9-savolda qulay usuldan foydalanib hisoblashimiz kerak. Qulay usul nima degani? Videoni boshida gapirib o'tdim. Matematikada, ya'ni 0 bilan tugaydigan qism olib kelishimiz kerak bo'ladi doim. Ya'ni oxiri 0 bilan tugaydigan qism olib kelsak, shu eng qulay bo'ladi. Xo'p, bu degani hozir mana sizlar 8lik sonni ko'rgan vaqtda ko'zlaringiz 2lik sonni qidirish kerak. 2 bilan tugagan sonni. Ya'ni 28 ga qaysi sonni qo'shganimiz ma'qul? 72 nimi yoki 52 nimi? 72 ni qo'shganimiz ma'qul. Sabab 100 ga teng bo'ladi. Ya'ni 100 lik sonlarni qo'shish, 10 lik sonlarni qo'shishdan osonroq. Xo'p, 28 72 ni qo'shadigan bo'lsak, natija 100. 148 bilan 52 ni qo'shadigan bo'lsak, bu natija bo'lsa 200 ga teng bo'ladi. Bu degani 200 plus 100. Yakuniy qiymat 300 ga teng bo'lib qolar ekan. Ya'ni mana shu usullarni bilgan holda og'zak ishlab ketishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, shu joyda kommentariya berib ketaman. Bu misollar juda sodda ko'rinishdagi misollar. Hali matematikadan unchalik xabar bo'lmaganlar uchun yozilyapti bu video. Keyinchalik keyingi darslarimizda misollar sal murakkablashib, qiyinroq mavzularni ham ko'rishda davom etib boramiz. 10-savol. 10-savolda ham yuqorida 9-savolda aytganimdek, mana 9lik son bilan 1lik sonni qo'shib olamiz. Ya'ni 81 bilan 19 javob 100 ga teng bo'ladi. 32 bilan 168 qo'shadigan bo'lsak, natija 200 ga teng bo'ldi. Bu degani 100 qo'shuv 200. Oxirgi javob 300 ga teng bo'lib qolar ekan. Keyingi savol, 11-savol o'tadigan bo'lsak, 11-savolda. Ya'ni oxirgi savolimiz bu. Bunda ham, ya'ni qo'shish amalini bajarishda qulay usuldan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni hozir mana 12 bilan tanlashimiz kerak 88 ni. Sababi ular ya'ni tiniq soni beradi, 100 ni beradi. Bu ikkalasini qo'shib oladigan bo'lsak, mana bu ikkalasini, natija 100. Endi bo'lsa 24 bilan qo'shib olamiz 76 ni. 24 va 76 ni qo'shadigan bo'lsak, oxirgi javob 100 ga teng bo'ldi. Va oxirida qolib ketgan mana bu ikkalasini qo'shib qo'yamiz. 36 ga 64. Xo'p, buni qo'shadigan bo'lsak, bu natija ham 100 ga teng bo'ldi. Ko'rib turibsizlar, 3 ta 100 hosil bo'ldi. Bu degani 100 qo'shuv 100 qo'shuv 100. Yakuniy qiymat 300 ga teng bo'lib qolar ekan. Xo'p, shu bilan birinchi mavzumiz, ya'ni eng matematikaning boshidagi misollar tushuntirish mavzusi tugadi. Keyingi mavzularda misollar sal qiyinlashtirib, haqiqiy imtihonda tushadigan savollarga yechim berib ketamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.